yeah, that's me. Who that chillin' at the top? Tell them, yeah, that's me. Yeah, yeah. Tell them, yeah, that's me. Yeah, I'm chillin' at the top. Ooh, yeah, that's me. Oh yeah, whoa. Look, they can never keep me down, I'm going. And if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up. I bet when I land, they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my props. You ain't got a soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I don't really hate for you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting on me and when I'm sending them. So if I ever win again, it's no I did the minimum. I didn't have to sell my soul. Oh, please don't play no games with me. It was never about the fame to me. They needed the best, so they came to me. Whoa, who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the vibe. Say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang. Ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive. Tell them, yeah, that's me. I'm so proud of your boy when they ask, is that your man? Yeah, that's me. Division 64 килограмм вазн toifasi. Официальное представление бойцов и первое синий угол Кокбурчак. Бойцов 29 лет. Его рост 1,79 сантиметров, вес 64 килограмма ровно. Он мастер спорта по ММА, представляющий 4-11 Баку, Азербайджан. Ахмади Абдулфахад. I'm taking a shot, I don't miss. Who knew I would be at the top like this? And no one made my goals for me. But I'm exactly where I'm supposed to be. Cause it's the path that God chose for me. So even if some doors close for me, I still won't let y'all close to me. Raqibi Qizil Burchak. Hamyurtimizning yoshi 32 da, bo'yi 170 cm, vazni 64 kg. 10 master sportda bu MMA, professional rekord, 8 ta jang, 7 ta g'alaba. Представляет TK MMA Bag'dod, Farg'ona, O'zbekiston. Bahromjon Rusika. Odatdagidek Bakir Veshnidan ajoyib tanishtiruv. Qozog'iston. Bahromjon Ro'ziyevni burchagida o'sha Feruz Usmonov hamda Mirafzal Ahtamovlarni ham ko'rib turibmiz. Bilasiz, Mirafzal Ahtamov PFLda o'z janglarini o'tkazadi va u hozirgi kunda menejerlik faoliyatini ham boshlab yuborgan. Demak, birinchi raund boshlandi do'stlar. Ha, aytib o'tganimdek, o'sha 64 kg vazn toifasida bo'lib o'tmoqda ushbu qarama-qarshilik. Albatta qiziqarli jang bo'ladi. Bir tomonda Conor McGregorning do'sti, ikkinchi tomonda esa bizga begona bo'lmagan Farid Alibabazade. Farid Alibabazade Anvar Abdullayev bilan jang qilganda, aynan uning do'sti oktagon o'rtasida to'qnash kelishyapti. Hozircha o'sha tekshiruv ishlari amalga oshyapti. Zaif jihatlar o'rganilmoqda, tavakkal qilmoqchi emas har ikkisi. Low kick bilan boshladi Ro'ziyev. Takedownga darhol harakat qilyapti. Bo'y borasida anchagina ustunlik bor Abdulfahadda. Aynan Bahrom Ro'ziyevning yagona mag'lubiyati ham o'sha submission orqali bo'lgan, ya'ni takedownda. Shu sababdan hamyurtimiz o'zi stoykadagi janglarni afzal ko'radi. Nayza ligasida o'tkazgan edi ushbu jangni. Juda yaxshi harakat qilayotgan Bahromjon Ro'ziyev aynan o'sha uslubga tushib qolgan. Albatta bugun o'sha mag'lubiyatdan kerakli xulosa chiqarib olgan hamyurtimiz va umid qilamiz chiroyli g'alabasi bilan barchamizni xursand qiladi. Jigar qismiga yaxshi zarbalar yo'llayapti birinchi holatdan turib Bahromjon. O'sha clinch holati davom etyapti. Hali ham aylanib chiqib ketsa bo'ladigan vaziyat. Mana imkoniyat bo'ldi endi Bahromjon. Ha, mana shunday tarzda. Menimcha aylanib chiqmasa ham yetarlicha talofat yetkazyapti raqibga. Mana shu holatda turgan bo'lsa. Mana bunday, mana shunday tarzda aylanib o'tish kerak. Baribir vaziyatni o'z tomoniga og'dirish kerak Shohrux. Unday talofat baribir faollik Abdulfahadga yozilaveradi. Chunki pozitsiya nuqtai nazardan u qulayroq. Endi esa Ro'ziyev, yanglishmasam, mana bunday nazorat uchun anchadan buyon ballar berilmay qo'ygan. Jang parterga ko'chadimi? Yo'q. Hozircha bermayapti Abdulfahad.
Albatta, bo'sh uslublardan ehtiyot bo'lish kerak, gilotinalardan. Hozir takedownga Bahromjon harakat qilyapti va bir oyoq deyarli yerda. Bu holatda zarbadan ehtiyot bo'lish kerak albatta. Oyoqlarni ushlaganda yuz ochiq bo'ladi. Mana takedown amalga oshadimi? Oshdi. Oxiriga yetkaza oldi. Gard holati. Mana endi asta-sekin zarbalarni yo'llayversa bo'ladi. Nazoratni yaxshi amalga oshirgan holda, tanaga, boshga hozircha yaxshi himoyalanyapti Ozarbayjon vakili. Qulflab olgan. Agar qo'lini chiqarib olsa, mountga o'tishga harakat qilmoqda, lekin qarang, oyog'ini uzunligi qo'l kelyapti. Abdulfaqatga yaqin masofada hozir zarbalar yo'llanyapti. Ikkala jangchi ham harakat qilyapti zarba berishga. Bir qo'lini qulflab olishga harakat qilyapti Ro'ziyev, lekin bermayapti hozircha Abdulfaqat. Mana shunday tarzda kerak. Mana shunday zarbalar kerak. Bahromjon demak, aksivlik so'rayapti referi. Hozir stokaga qaytaradi agar mana shunday davom etadigan bo'lsa jang. bosh qismiga ham ko'raylik zarba. Hozir lekin to'g'risi juda stokaga qaytaradigan holat bo'lmadi menimcha, chunki harakat qilayotgan. Albatta, nega bunday qarorga keldi referi? To'g'risi men tushunmadim. Zarbalar bor edi. Tizza zarbasi, mana bu yerda yana bir harakat takedownga, lekin soniyalar kam. Iloji boricha kuchni tejash kerak bu yo'lga. Kuchni teng taqsimlash lozim. Va shu pallada birinchi raund o'z poyoniga yetdi. Ustunlik hamyurtimiz tarafida bo'ldi deb bemalol ayta olamiz, chunki ma'lum bir muddat parterda nazorat qila oldi, takedown bor. Albatta, bu bizning shaxsiy fikrimiz. Ko'rdik o'sha bundan avvalgi jangda biroz taxminlarimiz o'zini oqlamadi. Shunday. Demak, TK MMA vakillari Miravzal Ahtamov hamda Feruz Usmonov. Aynan Bahromjon Ro'ziyevning burchagida Farid Alibabazade ham o'z do'stiga yordam ko'rsatyapti. Mana bu esa takroriy lavhalar. Takedownga raqib harakat qilgandi, ya'ni ozarbayjonlik jangchi, lekin oxir-oqibat takedown Bahromjonniki bo'ldi. Sekundante. Demak, ikkinchi raund boshlanyapti do'stlar. Oson jang bo'layotgani yo'q albatta. Hamyurtimiz uchun hujumga o'tdi. Ehtiyot bo'lish kerak. Sidekick. Yaxshi zarba. Umuman olganda jarohat yetkazuvchi zarbalar hisobida o'sha topligida menimcha top 3da turadi. Ian Garri bilan Shavkat Rahmonovni jangini ko'rgan bo'lsangiz, aynan mana shunday zarbalar qiynagandi. Shavkat Rahmonovni aynan mana shunday zarbalar 3 yilga safdan chiqardi, umuman kamar da'vogarligidan chiqarib yubordi va UFC reytingidan o'chirib yuborildi. Va mana shu aynan sidekick zarbasi haqida gap ketyapti. Qanchalik xavfli ekanligini menimcha sezyapsiz. Bizda esa allaqachon boshqa epizodlar boshlangan. Hozir pozitsiya uchun kurash, Bahromjon ustunlik qilishga harakat qilyapti. Bekmountga o'tib ketishga harakat qildi, lekin bermayapti. Tan olish kerak, yaxshi himoyalanyapti Abdulfaqat. Endi Bahromjon bermasligi kerak. Albatta. Ularni ushlab olgan hozir.
Qo'llarini yechishga harakat qilyapti. So'nggi pallada ushlab qoldi Abdulfaqat. Mana endi to'la to'kis takedown Abdulfaqat hisobga yozilyapti. Bahromjon harakat qilyapti albatta chiqib olishga. Albatta endi tabiiyki Bahromjonda kuch ko'proq ketadi, chunki u ham himoyalanish kerak, ham chiqishni o'ylash kerak. Abdulfaqat esa shunchaki zarbalar berib raqibni nazoratda ushlasa bo'lgan. Mana endi referiga e'tibor qaratamiz do'stlar. Mana shunday vaziyat. Qulflab oldi Roziyev. Turib olishga ham yaqin keldi, lekin o'xshamadi baribir. Mount holatiga o'tib ketmasa bo'lgani. Deyarli oyoqqa turishga yaqin turibdi Bahromjon. Menimcha turib olsa kerak. Albatta oyoqqa turib olish kerak. Biroz harakat qilsa turib keta oladi. Bahromjon pozitsiya ham o'zi yomon emas endi. Yotgandan ko'ra yaxshiroq pozitsiyaga chiqib bo'ldi. Bo'ldi mana. Endi bir referidan endi rozimiz. Demak, jang stokiga ko'chyapti do'stlar. Oldi qo'l. Roziyev. Yana kurashga o'tyapti Roziyev. Lekin biroz stoykada jang o'tkazgani ma'qulmidi degan fikrdaman. Raqibni o'zi kurashga otilyapti ko'pincha. Shu sababdan menimcha baribir otiladi degan zaylda birinchi men qilib qo'ya qolay shu takedownni dedi Bahromjon. Yaxshi vaziyat. Bir oyoqni tutib olgan. Lekin takedowndan himoyasi yomon emas. Abdulfaqatni ko'rinib turibdi bu. Bermadi hozir Bahromjon. Raqib takedownga harakat qilib ko'rgan. Mana endi tizza zarbasini bersa bo'ladi. Lekin bunday qarorga kelgani yo'q. Berdi. Albatta. Biroz taqiqlangan zarbani berib yubordi-da. Ko'ramiz qanday qaror qabul qilinadi. Agar jarohat jiddiy bo'lmasa, menimcha unchalik jarohat bob zarba bo'lmadi. Adashmasam 2 marta berib yubordi. Yo'q, bir marta, shu noqonuniysi bir marta bo'ldi, qolgani qonuniy. Ko'ramiz, barchasi joyida bo'lsa, jangni davom ettira olishini bildirsa, jang davom etadi. Agar o'sha Pyotr Yan Aljosterling jangini yodga olsak va raqib og'ir ahvoldaman degan bahonani qilsa balki. Yo'q, menimcha turyapti ozarbayjonlik jangga tayyor. Faqat bizdan bal olib tashlanmasa bo'lgani desam mana. O'sha haligi bir oyoqlantirish berilsa ham bo'lardi. Yaxshi, kuchli low kick Roziyev. O'ng qo'l Abdulfaqat. Oldinga boryapti, zarbalar bilan oldinga boryapti. Seriyalarni amalga oshiryapti Abdulfaqat. Uppercut zarbalarini ko'rdik, anchagina xavfli yo'naltirildi, lekin Roziyev ko'ra oldi ushbu zarbani. Oldinga boryapti. Mana ikkilik zarba Roziyev. Bal ochko olib tashlangani biroz ko'ngilni xira qildi, to'g'risi. Ikkinchi raund demak nihoyasiga yetyapti.
Endi albatta ochko olib tashlanganini inobatga olsak, bu raund Abdul Fahad hisobiga yozildi do'stlar. Barchasi 3-raundda hal bo'ladi. Tom ma'noda hal qiluvchi raund bo'ladi do'stlar. O'zi ikkinchi raund biroz qiyin kechdi. Muhimi 3-raundda mana shu bor potensialni ko'rsatib, 3-raundni o'zimizniki qilish va endi bilib ham bo'lmaydi-da, mana bundan avvalgi jangda to'g'ri Salomon Devin jangida biz kutgan natija bo'lmadi hakamlar. Shu sababdan hakamlar qaroriga o'zi olib bormaslik kerak, jangni muddatdan avval yakunlashga harakat qilish kerak. Mana Mirafzal Ahtamov ko'rsatmalar beryapti. Feruz Usmonovning kurashi juda ham kuchli bo'lgan va albatta MMA musobaqalarini muntazam kuzatib borgan muxlislar yaxshi biladi. Hozirda TK MMA Fit zalida murabbiylik qilmoqda ushbu jangchimiz ham. Ahtamov PFL jangchisi ekanligini eslatib o'tish joiz albatta. Hozir esa bizda 3-raund start olyapti. Takedownga darhol harakat qilyapti. Bermaslik kerak. Yaxshi, mana bunday tarzda tizza zarbalarini ishga solgan holda oyoqni ishdan chiqarsa bo'ladi. Yaxshi vaziyat, ajoyib uslub Bekmaunt. Bahromjon muvaffaqiyatni davom ettirish kerak. Bitta oyog'ini o'tkazib oldi. Mana endi ikkinchisi bo'g'ish uslubiga o'tib ketadimi? Hozircha bermayapti Abdul Fahad. Qo'llarini ushlab olgan ikkala qo'lni ham va raqibni o'tgan safargidek og'darib yubormoqchi. Bermaslik kerak mana shu vaziyatda. O'tgan safar Bahromjon qolib ketgandi raqibni tagida. Shu safar o'tkazib olmaslik kerak. Yaxshi. Har holda vaziyatni boy bermadi. Mana endi bo'g'ish uslubiga o'tib ketyapti. Yo'q, biroz qiyin. Bu holatda biroz qiyin. O'sha raqib ham bildi, qanday uslub ko'rsatayotganini va shunga qarshi uslub ishlayapti. Tura olyapti Abdul Fahad. Tura olyapti. Anchagina jismoniy tayyorgarligi yaxshi ekanligi ko'zga tashlanyapti. Ammo mana shu raundning boshi bizga menimcha yaxshi boshlandi. Hech shubhasiz. 1,5 daqiqa. Yaxshi, mana shunday zarbalar kerak. Davom ettirish kerak. Roziyev. Hali bor. Hali 3 daqiqa bor. Bahromjon kuchni teng taqsimlash kerak albatta. Oyog'ini chiqarib olish kerak-da. Shohruh shu yerda chiqarib oldi ham. Mana shu vaziyatdan chiqib ketish kerak o'zi. Umuman iloji bo'lsa ajoyib tarzda vaziyatni o'z tomoniga og'dira olyapti. Charchadi Abdul Fahad ham. Hozircha zarbalar bersa bo'ladi. Yaxshi, mana shunday zarbalar. Ham Merfislar ham kerak. Mana shunday zarbalar. Demak, Abdul Fahad referiga qarab qo'ydi. Noqonuniy zarba beryapti degandek qildi, lekin yo'q, hozircha referi hammasi joyida dedi. Mana endi nazoratni boy bermaslik kerak. Mana shunday zarbalar ketma-ketligini davom ettirish kerak, nazoratni ushlab turish kerak. O'sha Xotanbek Boynazarov hamda Tahir Abdullayev jangini ko'rgan bo'lsangiz, aynan mana shunday tarzda g'alabaga erishgan edi. Shunchaki nazorat qilib, shunchaki zarbalar yo'llab, juda ham qiyin jangda chempionlik kamarini o'ziniki qilib olgan edi Boynazarov. Mana shunday vaziyatda hozir. Yaxshi himoyalanish pasaydi Abdul Fahadda. Nazoratni yaxshi amalga oshiryapti. Mana shunday bermaslik kerak. Yana orqasiga o'tib olish kerak. Bo'ldi. Ortiqcha harakat kerak emas. Muhimi qonun qoida buzilmasa bo'lgani. Mana shu bal olib tashlanmasligi muhim. Chunki bu raund 100% yutyapti Bahromjon va agar hakamlar qarorigacha boradigan bo'lsa, aniq hakamlar qarori bizning foydamizda bo'ladi. Yo'q, Bekmauntga o'tmasdan shunday nazoratni amalga oshiraverish kerak. 1,5 daqiqa vaqt qoldi. Yaxshi, Bahromjon. Raqib ham o'zi anchagina motivatsiyasi menimcha o'chib qoldi. Chunki harakat biroz pasayyapti. Shu qarshi hujumga bo'lgan. Anchagina kuch yo'qotdi-da baribir Shohruh. Kuch endi ikkala jangchi ham yo'qotdi, faqat
ulardan biri g'alabaga harakat qilyapti va bu Bahromjon ekanligi bizni quvontiradi albatta. Ha, so'nggi daqiqa o'tib boryapti do'stlar. Kardio birinchi planga chiqadigan vaziyatlar do'stlar. Demak, 25 soniya do'stlar. Ajoyib raund. Bahromjon Ro'ziyev g'alabaga yaqinmiz do'stlar. G'alabaga yaqinmiz. Bahromjon Ro'ziyev so'nggi 10 soniya. Hamon faol, hamon zarbalar yo'llashda davom etyapti hamyurtimiz. Albatta, aktivlik bilan yakunlab qo'yish kerak va menimcha jang o'z poyoniga yetdi do'stlar. Ha, Bahromjon Ro'ziyev juda ham qiyin jangda ajoyib harakatlari bilan yodimizda qoldi do'stlar va bu hakamlar tomonidan ham e'tirof etilsa ajab emas. Oldindan biror bir fikr bildirishdan tiyilib turamiz, chunki ko'rdik bundan avvalgi jangda, lekin ishonch bilan ayta olaman Shohrux. bir marta kuygan qatiqni ham puflab ichadi degani hozircha indamay turamiz. E'londan keyin albatta gaplashamiz. Ha, 3-raund to'la to'kis ustunlik. Mana takroriy lavhalar, o'zingiz ko'rib guvohiga aylanishingiz mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Demak do'stlar, ha, Abdul Fahad ham ajoyib jangchi ekanligini namoyish etdi. Mana, o'zaro hurmat, jang o'z yo'liga, jang yakunlandi va bir-birini tabriklayapti. Chiroyli jang. Menimcha ortda qolgan har bir jang ham muxlislarda yorqin taassurot qoldiryapti desam yanglishmagan bo'laman. Hali do'stlar, bundan-da qiziqarli janglar bizni kutib turibdi. Va men eshitishim bo'yicha hozir aynan o'zim ko'rganim yo'q, lekin menga kelgan xabarlarga ko'ra, umuman Mangu ligasi hozir YouTube'da o'zbek MMA ligalari ichida rekordlarni uryapti prosmotrlar bo'yicha. Va albatta Mangu qanday nufuzli liga ekanligini isbot bo'la oladi menimcha. Hozir esa bizga birozdan so'ng e'lon qilib berishadi rasmiy qog'ozlardagi sonlarni, ya'ni g'olibni. Mana mutaxassislarning o'zaro jang natijalarini hal qilayotgan palla. Tortishish menga yoqmayapti shularni. Negadir nimanidir ustida tortishyapti. Menimcha tortish kerak emas. O'sha ochko olib tashlanganligi biroz o'ylantiryapti do'stlar. Ha, agar ikkinchi raundda 10-8 berilgan bo'lsa, matematik hisob-kitoblar ketyapti do'stlar. Durang bo'lib qolish ehtimoli bor ekan, agar bundoq o'ylab qaraydigan bo'lsa. Lekin yutqazmasligi kerak Bahromjon. Bu yoqdan olib hisoblasa ham, bu yoqdan olib hisoblasa ham meni to'g'risi matematikamga sig'mayapti yutqizishi, lekin durangga agar o'sha bal olib tashlash bilan bog'liq holat bilan durang bo'lib qolish ehtimoli shu matematikaga ham to'g'ri kelmayapti-da degan ibora bor-ku. Mana shuni yaxshilab
yaqinlashtirishda ko'rib olaylik. 8 raqamini ko'ryapman. Qaysidir raund 8 qo'yilgan, lekin Ha, ikkinchi raund 10-8 berilgan baribir. 1 ochko olib tashlangan, 10 agar ochko olib tashlanmagan holatda 10-9 ko'ramiz endi. Ko'ramiz va umid qilamiz ushbu jang g'olibi hamyurtimiz bo'ladi. 8 qo'yilgan bo'lsa, lekin ehtimol pas. Hozir 8 raqamini ko'rdim, bu yaxshi emas. Demak, hayajonli daqiqalar do'stlar. В этом поединке, по мнению судей, объявляется боевая ничья. Jangor Durrasov. Ha do'stlar. Yuqorida aytilganidek, demak, 8 degan raqamni shu bekor yozishgan ekanda. 9-9 qo'yilganda Bahromjon yutgan bo'lardi, lekin 8 aynan bizga durang olib keldi. O'sha ochko olib tashlanish qimmatga tushdi Bahromjon. Mayli. Albatta. Har narsada hikmat bor. Manada birgina referining xatti-harakati bitta jangga ta'sir qilishi ham mumkin. Shu sababdan juda keskin chora ko'rib yubormaslik kerak bunday holatlarda. Iloji boricha ogohlantirish kerak. Balki keyin